Bugun sizlar bilan kasbiy rivojlanish kuniga atalgan darsimni qay tartibda amalga oshirganim bilan bo'lishmoqchiman. Avvalo xonani juda ham chiroyli ko'rinishda bezab oldim. Ko'tarinki kayfiyatda o'tishi va mazmunli o'tishi uchun har bir hamkasbimga mana shunday kichkinagina sovg'achamni tayyorladim. Ularni musiqa sadolari ostida kutib olib, ko'tarinki kayfiyatda darsimni boshlab oldim. Darsimni doimgidek o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarimiz ochib berdilar. Va men elektron doska orqali yangi mavzuyimizni o'qituvchilarga tushuntirib berdim. So'ng o'tilgan mavzuga oid klasterni o'qituvchilarga to'ldirishni buyurdim. O'qituvchilar klasterni to'ldirib bo'lganlaridan so'ng o'z metodlarimni birin-ketin ular bilan bo'lishib bordim. Dastlabki metodim bu sirli quti metodi. Bir qancha turli xil savollarni qutichamizga solamiz hamda qutichani aralashtirib, ichidan xohlagan savolimizni tortib olib javob berishimiz mumkin. Ustozlar uchun maxsus mantiqiy va qiziqarli savollar tayyorlab kelgan edim. Ular o'zlarining quvnoq javoblari bilan barchaning kayfiyatini ko'tarishdi. Keyingi metodimiz qur'a tashlab bilimingizni sinang deb nomlanadi. Shu shakldagi kvadratchalardan, laminatsiya qilingan qog'ozlardan kubikcha hosil qilamiz hamda kubning har tarafiga fanimizga doir savollardan yozishimiz mumkin. Bu kubikchaning yana bir foydali tomoni shundaki, barcha tomonlari laminatsiya qilinganligi uchun savollarni o'chirib, boshqa savollar yozib uni qayta va qayta ishlatishingiz mumkin. Biz bu orada o'qituvchilarimiz bilan dam olish daqiqasini ham o'tkazib oldik. Agar sizga dam olish daqiqasiga oid materiallar kerak bo'lsa, izohlarda plus belgisini qoldiring. Shu bilan darsimizga yakun yasadik. Sizlarga mamnun keldi degan umiddaman.